Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz hozir Urizor Rezidensiga kelganmiz. Hozir ko'pchilik mijozlarimizda bittagina savol: Urizor Rezidensidan sotuvda kvartiralar qoldimi? Boshqalarda bo'lmasligi mumkin, lekin bizda mavjud bir xonali, ikki xonali va uch xonali kvartiralarimizni xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz birlamchi ipotekaga xarid qilishingiz mumkin. Albatta boshlang'ich to'lovini to'lab, bitta pasport evaziga. Umumiy qilib tushuntirib ketaman, ya'ni qanaqa qaysi etajlardan va qanaqa kvartiralarimiz mavjud va nech pul boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. Ularni umumiy tan narxi nech pul degan savolga Telegram kanalimizda javob topasizlar. Mana Telegram kanalimizdan yozib tashab qo'ydik. Hech kimda yo'q variantda albatta bizning Telegram kanalida bo'ladi. Hamma biladi buni. Xullas, hozir o'qib beradigan kvartiralarimni boshlang'ich to'lov bilan bitta pasportga xarid qilishingiz mumkin. 85% holatda xohlasanglar tayyor remont qilib beramiz o'zimiz. Qaysi etajlarda mavjud va boshlang'ich to'lovlari nech pul? Ketdi mana bizda bor variantlar. Hozir 4-etajda 3 xona 70 kvadratli kvartiramiz bor. Bosh to'lovi 32.700 dollar, oylik to'lovi 6.400.000 so'mdan 420 million ostatga 18% birlamchi ipoteka. 13-etajda 2 xonali kvartiramiz bor. Kvadrat metri katta kvadratlisidan 69.46 kvadrat. Bosh to'lovi 22.900 dollar, oylik to'lovi 6.400.000 so'mdan. 6-etajda 2 xonali kvartiramiz bor, 63 kvadrat, u ham katta kvadratura, ya'ni kladovkali 2 xona 3 xona qilib foydalansanglar bo'ladi. Bosh to'lovi 24.500 dollar, oylik to'lovlari 6.400.000 so'mdan. 8-etajda 2 xonali kvartiralarimiz mavjud. 58 kvadratlisi, endi Urizor Residence bo'yicha 58 kvadratlikni bilasizlar, planirovkasini. Bosh to'lovi 18.500 dollarga qilib beramiz. 8-etaj zo'r narx. Oylik to'lovlari 6.400 dan chiqadi, 420 million asatga. Va 9-etajda 2 xonali kvartiramiz bor, 54.29 kvadratligimiz. Kirganda prixoshkasi 4 burchak, sanuzel bittalik variantimiz. Ko'rgansizlar, yana ham planirovkasini videoni oxirigacha hammasini videosini olib qo'yib yuboraman. 2 xona 9-etaj 54.29 kvadrat, bosh to'lovi 16.700 dollar. 2 xona 6-etajda kvartiramiz mavjud yana 66 kvadrat, bosh to'lovi 26.800 dollar, oylik to'lovi 6.400 dan 420 million asatga. Bitta pasportga qilib beramiz bu uylarimizni hammasini. Bir xonali kvartiramiz 3-etajda mavjud, boshlang'ich to'lovi 12.500 dollar, kesilgan tepasida gaplashamiz. Bu uylarimizning hammasi 85% tayyor holatda. Xohlasanglar tayyor patluchiga gaplashamiz desanglar, uyi tepasida savdolashamiz, remont qilib ham beramiz. Pastda raqamlar mavjud. Hozir esa videoni o'tkazib yubormaylar. Planirovkalarni, uylarning planirovkalarini videosini qo'yaman, ketadi. Charchamanglar, like bosib tarqatib qo'yinglar. Urizor Rezidensiya kvartira izlab yurgan tanishlarga. Mana shu kvartiramizning kvadraturasi Urizor Residence bo'yicha eng yaxshi kvadratura hisoblanadi. Sababi 58 kvadrat akalar, salkam 60. Bu juda ham yaxshi. Uyimizni sotuvga chiqaryapmiz, 2 xonali 16 qavatli domni 8-qavatida joylashgan, white box holatida, ya'ni mana elektrika va santexnika ishlari qilingan. Qolganini o'zingiz vkusingizga qarab remont qilib olasiz. Obzor, kiruvchi eshik, umumiy sanuzel, koridor, bu taraf bitta kattagina spalnisi va undan ham katta bitta yaxshi zalimiz. Like bosib qo'yamiz kvadraturasi uchun. Xo'p, uyimizni xohlasangiz naqdga, xohlasangiz boshlang'ich to'lovini to'lab birlamchi ipotekaga xarid qilishingiz mumkin. Manzarani ham ko'rsatib qo'yaman. Bu tarafda balkonni ko'rishimiz mumkin. Balkonda mana shunaqa manzarani guvohi bo'lamiz. Endi esa uyimizning narxlari haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Agarda uyimizni naqd pulga oladigan bo'lsangiz, kvadrat metrini 930 dollardan olishingiz mumkin. Tayyor kadastrli uyimizni. Agarda uyimizni birlamchi ipotekaga 18% xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bosh to'lovini to'lab
Bitta pasportga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Boshlang'ich $18,500 to'laysiz. Oylik to'lov 6,400,000 so'mdan chiqadi do'stlar. Pastda raqamlar bor. Kvartiramiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz va Urizor Rezidence'dan 2 xonali kvartira izlab yurgan tanishlarimizga shu videoni srochno tashlab qo'yamiz. Ko'pchilik klientlar 3 xonali kvartira so'rashardi. Mana sizga 3 xonali kvartira. Xohlasangiz naqdga oling, xohlasangiz birlamchi ipotekaga xarid qilsangiz bo'ladi. Biz hozir Urizor Rezidence'ga kelganmiz. Birinchi atroflarni ko'rsatib o'tib ketaman, keyin uyni bir boshdan ko'rsatib chiqaman. Xo'p. Uyimizda 70 kvadrat do'stlar, 3 xona, 85% holatda tayyor remont, white box deyiladi. Ya'ni elektrik ishlari qilingan, santexnika ishlari qilingan, qolgan ishlarni o'zingizlar qilib olasizlar. Kiruvchi eshigimizda bu uyimizning ikkita sanuzeli mavjud. Bu taraf birinchisi родительский spalnyamiz, o'zini balkoni va o'zini yana bitta sanuzeliga ega. Katta shkop yasatib o'rsanglar bo'ladi. Bu taraf bitta zal, bu tarafimizda esa bitta oshxonamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Endi esa uyimizni bolalar xonasini ko'rishimiz mumkin. Bolalar xonamiz ham qulaygina. Xo'p, bu uyimizda 16 qavatli domni 4-qavatida joylashgan. Domning oldida mana bolalar maydonchasi, mashina qo'yish uchun parkovkalar mavjud. Urizor Rezidence'da bilasizlar, tayyor kadastr hammasi. Agarda birlamchi ipotekaga olmoqchi bo'lsangiz, bosh to'lov $32,700 to'laysiz, oylik to'lov 6,400,000 so'mdan chiqadi. Agarda kvartiramizni naqd pulga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, kvadratini $968 dan xarid qilishingiz mumkin. Shunda umumiy kvartiramizning umumiy tan narxi $67,700 bo'ladi. Pastda raqamlar mavjud. Kvartiramiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, 3 xonali kvartira izlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Mana shu 2 xonali kvartiramizni 3 xonali kvartira qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Buning sababi mana do'stlar, mana bu yerda ham kichkinagina o'zini alohida xonachasi deymizmi, kladovkasi deymizmi, mavjud. Uyimizning kvadrati 63 kvadrat. Biz hozir Urizor Rezidence'ga kelganmiz. Obzorni ko'rsatib o'tib ketaman. Xonalar katta-katta tushgan, asosiy kiruvchi eshigi, sanuzellari, oshxonasi, bu tarafda bitta kichkinagina yana bitta xonachasi, bu taraf uyimizning balkoni. Xo'p, mana shu joyda joylashgan Urizorda. Bu kvartiramizni xohlasangiz naqdga, xohlasangiz ipotekaga xarid qilishingiz mumkin. Bu tarafimiz bitta kattagina spalnyamiz, zalga e'tibor beramiz. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'yamiz. Uyimizni naqd pulga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, kvadratini $900 dan xarid qilishingiz mumkin. 63 kvadrat, 16 qavatli domning 6-qavatida joylashgan. Agarda ipotekaga olmoqchi bo'lsangiz, birlamchi ipotekaga bosh to'lov oylik to'lovi 6,400,000 so'mdan chiqadi. Bitta pasportga qilib beramiz. Hech qanaqa oylik doxod, kafillik kerak bo'lmaydi. Pastda raqamlar bor. Bemalol telefon qilaverasizlar.